Bugun o'z haqingizda nimani o'ylamoqda? Murojaat uchun Fortuna 2025 Telegram. Bugun yana aqlingizdagi, ongingizdagi insonni tasavvur qiling. U bugun siz haqingizda nimani o'ylamoqda? U bugun siz haqingizda menimcha sizlarda ozroq tortishuv bo'lgan. Pauzaga o'xshagan narsa, lekin oralaring uzilib ketmagan. U siz bilan yarashishni xohlamoqda. Undan tashqari, pul masalasi bo'yicha yoki kerakli uchrashuv bo'lmaganligi, gapida turmaganligi bu sizni jahlingizni chiqargan. Ozgina tortishuvlar tufayli bu, ya'ni moddiy jihat bilan bog'liq tortishuv bo'lgan. Pulim ko'proq bo'lganda bu bunaqa qilmasdi degan xayolda. Siz judayam kuchlisiz va aqllisiz. Bu bolaga nisbatan sizni ishingiz aniq va tayin. Pulingiz ham u sizni judayam sog'inmoqda. Buni yo'qotmasligim kerak. Buni yo'qotmasligim kerak. Qanday qilib bo'lmasdan. Ya'ni u sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Ammo yo'qotib qo'ysam nima qilaman ekan? Axir u bilan yaxshi suhbatlar quraman, yaxshi maslahatlar olaman. Sog'indim. Nega bunaqa bo'ldi? Bunaqa bo'lishini xohlamas edim. Ha, o'ylayapti. Qanaqa qilib yana uchrashuvga chog'lanyapti. Siz bilan yarashish hozir planlarini tuzmoqda. Yana siz bilan ham suhbat bo'lib, yana chiroyli bo'lib, lekin qo'rquvlar ruxsat bermayapti. Ammo u uchrashuvga tayyorgarlik ko'ryapti. Ha, u sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. U juda ham yaxshi ko'radi. Tushlarida ham sizni ko'ryapti. Siz u uchun muzasiz, siz u uchun farishta sifat. Doim yordam qo'lini ayamaydigan, maslahatlarni ayamaydigan. Ammo u hozir o'ylayapti, qo'limdan chiqarib qo'ydima, shundoq insonni qo'limdan chiqarib qo'ymasligim kerak deb o'ylayapti. Chunki siz uni hayotida quyosh kabisiz. Ya'ni u siz bilan gaplashsa, ishlari yurishib, qanaqadir o'zi ham chiroyli bo'lib, qanaqadir tavakkalchiroq bo'lib, hech qanaqa qo'rquvlarga e'tibor qilmasdan yurishga harakat qiladi. Qanaqadir u siz bilan gaplashganda o'zida kuch sezadi. Shuning uchun u sizni aslo yo'qotib qo'yishni xohlamaydi. Bu ham albatta mas'uliyat talab qiladi, chunki siz kuchlisiz, aqllisiz. Bu отношениyaga u mas'uliyatliroq bo'lishi kerak. O'zi mas'uliyatliroq bo'lmagan. Shuning uchun siz xafa bo'ldingiz va undan yuz o'girishga qaror qabul qildingiz. Ammo u yana sovg'a salomlar bilan sizga uchrashuvga taklif qiladi va yana ko'rishni taklif qiladi. Sog'ingan.